Yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Bugungi darsni boshlaymizmi? Men senga bugun qizil qalpoqcha degan erta aytib beraman. Boshladikmi? Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim zamonda bitta qizcha bo'lgan ekan. U qizil qalpoqcha kiyib yurgani uchun uni hamma qizil qalpoqcha derkan. Bir kuni oyisi chaqiribdi, qizim debdi, pirojkalar pishirgandim. Shunday o'rmonda yashaydigan buvingga olib borib ber debdi. Xo'p oyijon debdi, faqat o'rmonda ehtiyot bo'l. U yerda bo'rilar bor debdi. Xo'p oyijon debdi va yo'lga tushdi qizil qalpoqcha. Ularni tomosha qilib, ozgina buvisiga bitta bog' terib olibdi. O'ynab ketaversa, yonidan bo'ri chiqib qolibdi. Bo'ri aytibdi, "Hoy qizcha, qayerga ketyapsan?" debdi. "Buvimni ko'rgani ketyapman" debdi. "Qayerda yashaydi buving?" debdi. "U mana bu yerdagi qalin eman oldidagi uyda yashaylar" debdi. Aytibdi, "Sen uzoq yo'ldan ketayotgan ekansan, men senga yaqin yo'lni ko'rsataman" deb, alda o'zi esa yaqin yo'ldan ketibdi. Qizil qalpoqcha yo'lda o'ynab borgunicha bo'ri yaqin yo'ldan borib, buvisining uyiga boribdi va taqillatibdi. Taq debdi. Buvisi, "Kim u?" debdi. "Bu men, qizil qalpoqchaman. Sizga oyim pirojka berib yubordilar, o'shani olib kelgandim. Sizni ko'rgani keldim" debdi. "Kalit o'sha yerda, ochaver" debdi. Bo'ri "Xo'p" debdi, eshikni ochib kirib, buvisini yeb qo'yibdi. Va qizil qalpoqcha o'rmonda o'ynab kelgunicha buvisini o'rniga yotib olibdi. Va qizil qalpoqcha kelib, hech narsani bilmay eshikni taqillatdi. Taq. "Buvijon, men keldim, qizil qalpoqchaman. Sizni ko'rgani keldim" debdi. Bo'ri, "Qizim, kalit o'sha yerda, ochib kiraver" debdi. "Xo'p" deb kiribdi va kirib buvisi qizil qalpoqcha aytibdi, "Buvijon" debdi. "Namuncha qo'llaringiz katta" debdi. "Seni ushlash uchun" debdi. "Muncha quloqlaringiz katta" debdi. "Seni yaxshiroq eshitish uchun" debdi. "Muncha tishlaringiz katta" debdi. "Seni yeyish uchun" deb yeb qo'yibdi. Uy yonidan ovchi o'tayotsa, bo'rini ko'rib qolibdi. Va ichkariga qarasaki, bo'ri yotibdi va bo'rini otibdi. Otsa, ichidan qizil qalpoqcha va buvisi chiqibdi va xursand bo'lib, uchalovligi raqsga tusha boshlashibdi. Bo'ldi, ketdi. Uchalovligi xursand bo'lib raqsga tushdi. Olib kelgan pirojkaligini issiq choy bilan yeyishdi va ertagimiz tamom. Boshlaymiz. Abdulhamid, erta senga yoqdimi? Zo'r ekanmi? Endi Hamid, ertada nima bo'pti qaniychi? Kim otibdi? Ovchi otibdi. Qizil qalpoqcha qani? Yo, bu oyisi. Qizil qalpoqchani ko'rsat menga. Mana qizil qalpoqchamiz. Bu kim ekan? Bu jonisi. Bu kim ekan? Oyisi ekanmi? Malades. Bu ovchi. Bu kim ekan? Malades. Bo'ldimi?